Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1500 ming so'm pul olganlar uchun aytilayotgan syurpriz nimani anglatadi? Bu pul kimlarga tegishli? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa bemalol o'z holatini tekshirishi mumkin? Hozir ko'pchilik odamlar bir xil savolni beryapti. Menga 1500 ming so'm tushgan edi. Endi yana nimadir bo'ladimi? Bu pul qaytarib olinadimi? Yana qo'shimcha to'lov chiqadimi? Agar men olmagan bo'lsam, endi olishim mumkinmi? Men bugun shu savollarga oddiy, tushunarli va aniq qilib javob beraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat bitta odamga emas. Yordam puli olgan, ariza topshirgan, ro'yxatda turgan, oilasida kam ta'minlanganlik holati bo'lgan farzandi bor. Nafaqa yoki moddiy yordam masalasida kutayotgan deyarli hamma fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato aynan oxirgi bosqichda, ya'ni pul tushgandan keyin yoki tushmagandan keyin qilinadi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday yangiliklarni oddiy xalq tilida, chalkashtirmasdan tushuntirib boraman. Avval vaziyat qanday edi? Odamlar yordam puli, kompensatsiya, ijtimoiy to'lov yoki bir martalik moddiy ko'mak olish uchun turli joylarga murojaat qilardi. Kimdir mahallaga borardi, kimdir hokimlikka, kimdir ijtimoiy himoya bo'limiga, kimdir bank kartasini tekshirtirardi. Ba'zan odam ariza berganini ham unutib qo'yardi. Keyin bir kuni kartasiga 1500 ming so'm tushib qolardi. Shundan keyin savollar boshlanardi. Bu nima pul kim yubordi? Men haqiqatan ham bunga haqlimanmi? Keyin muammo bo'lmaydimi? Oldin ko'p jarayonlar qo'lda tekshirilardi. Mahalla tavsiyanomasi, oila tarkibi, daromad, bolalar soni, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, ishsizlik, uy-joy sharoiti kabi omillar alohida ko'rilardi. Natijada bir joyda hujjat to'liq, boshqa joyda kamchilik bo'lishi mumkin edi. Ayrim fuqarolarga pul vaqtida tushardi, ayrimlar esa ro'yxatda yo'qsiz, ma'lumot bazada chiqmayapti. Yana kuting degan javoblarni eshitardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, bunday to'lovlar bo'yicha tekshiruvlar tobora ko'proq elektron bazalar orqali, ya'ni fuqaroning rasmiy ma'lumotlari asosida yuritilyapti. Bu nimani anglatadi? Endi sizning oilaviy holatingiz, daromadingiz, ish joyingiz, pensiya yoki nafaqa olishingiz, farzandlaringiz, bank kartangiz, doimiy ro'yxatingiz, hatto ayrim hollarda mulkingiz haqidagi ma'lumotlar solishtirilishi mumkin. Shu sababli syurpriz deganda ikki xil holat bo'lishi ehtimoli bor. Birinchisi, 1500 ming so'm olgan ayrim fuqarolar bo'yicha tekshiruv yoki aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ro'yxatda turgan, lekin hal olmaganlarga yoki noto'g'ri rad etilganlarga qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Pul tushgani har doim ham muammo degani emas. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, oilangiz daromadi belgilangan mezonlardan oshmagan bo'lsa, siz yashirgan ma'lumot bo'lmasa, qo'rqishga asos yo'q. Lekin agar kimdir boshqa manzilda yashab turib, boshqa joydan ariza bergan bo'lsa, daromadini yashirgan bo'lsa, oilada ishlayotgan odam borligini ko'rsatmagan bo'lsa, yoki bir xil to'lovni ikki joydan olishga uringan bo'lsa, ana shu holatlar muammo chiqarishi mumkin. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman. Odam pulni oladi, lekin uning nomini bilmaydi. Yordam puli tushdi deydi. Lekin yordam pulining turi ko'p bo'lishi mumkin. Bu bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. Bolalar uchun nafaqa bilan bog'liq to'lov bo'lishi mumkin. Kam ta'minlangan oilaga ajratilgan yordam bo'lishi mumkin. Muayyan toifadagi fuqarolarga berilgan kompensatsiya bo'lishi mumkin yoki hududiy dastur asosidagi ko'mak bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda pulning manbasini aniqlash kerak. Masalan, bir oilada ota vaqtincha ishsiz, ona uyda kichik bolaga qaraydi. 3 nafar farzand bor. Oila mahallaga murojaat qiladi, daromad kamligi tasdiqlanadi va ularga 1500 so'm bir martalik yordam ajratiladi. Bu holatda pulning ma'nosi shuki, davlat yoki mas'ul tashkilot oilaning hozirgi og'ir vaziyatini hisobga olib, vaqtinchalik ko'mak bermoqda. Bu pulni oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, bolalar kiyimi yoki eng zarur ehtiyojlar uchun ishlatish mumkin. Boshqa misol, yolg'iz ona 2 farzandi bilan yashaydi. U oldin ariza bergan, lekin ma'lumot bazasida xatolik sabab rad javobi chiqqan. Keyin hujjatlar to'g'rilanadi. Bola tug'ilganlik guvohnomasi va yashash manzili ma'lumotlari yangilanadi. Shundan so'ng karta hisobiga 1,5 million so'm tushadi.
Bu holatda syurpriz ijobiy bo'lishi mumkin. Ya'ni avval ko'rilmagan yoki to'liq tasdiqlanmagan holat qayta ko'rilgan. Yana bir holat fuqaro oilasi nomidan ariza beradi, lekin oilada rasmiy ishlayotgan 2 kishi bor. Ularning daromadi ba'zida kechikib ko'ringan bo'lishi mumkin. Dastlab pul tushadi, keyin solishtirishda oila daromadi belgilangan mezondan oshgani aniqlanadi. Ana shunda mas'ul idoralar qo'shimcha izoh so'rashi mumkin. Men shu joyda aniq aytaman, bunday vaziyatda darhol vahima qilish kerak emas, lekin e'tiborsiz ham bo'lmaslik kerak. Agar sizga qo'ng'iroq qilinsa, xat kelsa yoki mahalladan chaqirishsa, hujjatlar bilan borib tushuntirish berish kerak. Men bu savolni juda ochiq tushuntiraman. Agar siz 1.500.000 so'mni qonuniy asosda o'z nomingizga to'g'ri hujjatlar bilan olgan bo'lsangiz, sizning asosiy vazifangiz faqat pul manbasini bilish va hujjatlarni saqlab qo'yish. Xavotir olish shart emas, lekin ayrim toifadagi fuqarolar o'z holatini sinchiklab tekshirish kerak. Birinchidan, ariza berganda oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, turmush o'rtog'i bilan birga yashaydi, lekin arizada o'zini yolg'iz deb ko'rsatgan, yoki farzandlari boshqa joyda ro'yxatda, lekin aslida birga yashaydi. Bunday tafovutlar elektron bazalarda chiqib qolishi mumkin. Ikkinchidan, daromad yashirilgan bo'lsa, masalan, rasmiy ishlaydi, oyiga 30.000 so'm maosh oladi. Xotin ham tikuvchilikdan yoki savdodan doimiy daromad qiladi, lekin arizada daromad yo'q deb yozilgan. Agar bu daromadlar bank aylanmasi, soliq ma'lumotlari yoki ish joyi orqali ko'rinsa, savol tug'iladi. Uchinchidan, bir odam bir nechta manzildan murojaat qilgan bo'lsa, masalan, doimiy ro'yxati viloyatda, vaqtincha Toshkentda yashaydi. Viloyatdan ham, Toshkentdan ham yordam olishga uringan bo'lsa, bu juda nozik masala. Chunki ko'p to'lovlarda takroriy olishga ruxsat berilmaydi. To'rtinchidan, karta boshqa odam nomida bo'lsa, ba'zi fuqarolar mening kartam yo'q edi, qo'shnimnikiga tursam bo'ladimi deb o'ylaydi. Bunday holatlar keyin tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Yordam puli imkon qadar ariza egasining o'z nomidagi bank kartasiga tushishi kerak. Agar boshqa odam kartasidan foydalanilgan bo'lsa, pul kimga tegishli ekani, kim olgani, qanday ishlatilgani bo'yicha savol paydo bo'lishi mumkin. Agar siz mahallaga yoki mas'ul idoraga to'g'ri murojaat qilgan bo'lsangiz, oilangiz haqidagi ma'lumotlarni yashirmagan bo'lsangiz, sizga pul tushgani haqida SMS kelgan bo'lsa, bank ilovasida to'lov manbasi ko'rinib turgan bo'lsa, pulni qonuniy ehtiyojlaringiz uchun ishlatgan bo'lsangiz, ortiqcha qo'rqmang. Men ko'p odamlarda shuni ko'raman. Pul tushishi bilan endi meni chaqirishadimi, jarima bo'ladimi deb xavotirga tushadi. Aslida yordam puli aynan yordam uchun beriladi. Muammo faqat noto'g'ri ma'lumot, takroriy olish, soxta hujjat yoki yashirilgan daromad bo'lsa chiqadi. Masalan, pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Pensiyasi kam, dori xarajati ko'p. Unga 1.500.000 so'm yordam tushdi. Agar u haqiqatan ham shu sharoitda yashayotgan bo'lsa, bu pulni olishida muammo yo'q. Yoki 3 nafar farzandi bor oila ijara uyda yashaydi. Otaning daromadi mavsumiy, ona ishlamaydi. Bunday oilalarga yordam berilishi tabiiy. Yoki nogironligi bo'lgan farzandni parvarishlayotgan ota-ona bo'lsa, ularning xarajatlari oddiy oilaga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Bunday holatda ham yordam asosli bo'lishi mumkin. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pul tushgan sana juda muhim. Chunki ba'zan to'lov ariza topshirilgan kundan ancha keyin keladi. Siz yanvarda ariza bergan bo'lishingiz mumkin. Pul marta tushishi mumkin. Shu orada oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, ishga kirgan bo'lsangiz yoki boshqa yordam olgan bo'lsangiz, bu masala aniqlashtirish talab qilishi mumkin. Shuning uchun ariza sanasi, tasdiqlangan sana va pul tushgan sanani farqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat, SMS kelishi pulning to'liq mazmunini tushuntirmaydi. SMSda faqat summa ko'rinadi. 1.500.000 so'm tushdi degan xabar sizga pul manbasini to'liq aytmasligi mumkin. Bank ilovasida to'lov nomi, jo'natuvchi tashkilot yoki izoh qismi bo'lishi mumkin. Agar u yerda ham aniq bo'lmasa, bankdan ko'chirma olish kerak. Uchinchi nozik jihat, pulni darhol naqd qilib olish yomon ish emas, lekin hujjatsiz qolish xavfli. Masalan, siz pulni olgan kuningiz bozorlik qildingiz, dorixona xarajatini qopladingiz, kommunal qarzni to'ladingiz. Keyin bir oy o'tib sizdan bu pul qayerga ketdi deb so'rashmasa ham, ayrim hollarda o'zingizga isbot kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun cheklarni, to'lov kvitantsiyalarini
Bank ilovasidagi skrinshotlarni saqlab qo'yish foydali. 4-chi nozik jihat. Hamma oldi, men ham olishim kerak degan fikr har doim to'g'ri emas. Bir ko'chada 2 qo'shni yashaydi. Birining oilasida 5 kishi daromad 2000 million so'm ijara to'laydi. Ikkinchisining oilasida 4 kishi, 2 kishi rasmiy ishlaydi. Uy o'ziniki, qo'shimcha daromadi bor. Tashqaridan ikkalasi ham oddiy oila ko'rinadi. Lekin mezon bo'yicha natija boshqa chiqishi mumkin. Shuning uchun falonchi oldi, men olmadim deyishdan oldin o'z hujjatlaringiz va mezonlaringizni tekshiring. 5-chi nozik jihat, yordam puli qarz emas. Agar u qonuniy ajratilgan bo'lsa, uni qaytarish talab qilinmaydi. Lekin noto'g'ri ma'lumot asosida olingan bo'lsa, qaytarish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bu farqni juda yaxshi tushunish kerak. Odamlar ko'pincha davlat berdi. Demak, endi qaytarish kerakmi deb so'raydi. Yo'q, qonuniy yordam qaytarilmaydi, ammo aldov, noto'g'ri ariza yoki takroriy olish bo'lsa, bu boshqa masala. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsangiz, birinchi ish bank ilovangizga kiring va to'lov tarixini tekshiring. Qaysi sanada tushgan, kimdan tushgan, izohda nima yozilgan, kartangizga aniq qancha kelgan. Komissiya ushlanganmi yoki yo'qmi? Bularni yozib oling. Imkon bo'lsa, skrinshot qiling. Ikkinchi ish, bankdan hisob ko'chirmasi oling. Buni ko'p banklarda mobil ilova orqali ham olish mumkin. Agar ilovada bo'lmasa, bank filialiga pasport yoki ID karta bilan borib, shu davr uchun ko'chirma so'rang. Ko'chirmada pul manbasi ko'rinishi mumkin. Bu siz uchun dalil bo'ladi. Uchinchi ish, mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'yicha mas'ul joyga boring. Menga 1.500 million so'm tushgan. Men bu to'lovning nomi va asosi bo'yicha ma'lumot olmoqchiman deb ayting. Bu gapni madaniyat bilan aniq aytish kerak. Nega tushdi? Deb janjal ohangida emas, hujjatlarim to'g'ri bo'lishi uchun aniqlashtirmoqchiman deb murojaat qiling. 4-chi ish, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati, doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik bo'yicha hujjat bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, ijara shartnomasi bo'lsa, kommunal to'lov kvitansiyalari bo'lsa, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Har doim ham hammasini so'rashmaydi, lekin tayyor turgani yaxshi. 5-chi ish, agar siz pulni olmagan bo'lsangiz, lekin o'zingizni haqli deb hisoblasangiz, avvalo rad etilish sababini biling. Menga bermadi deb umumiy gapirish foyda bermaydi. Sababini aniqlang. Daromad yuqori chiqdimi? Oila tarkibi noto'g'rimi? Hujjat yetishmayaptimi? Bank kartasi muammolimi? Ro'yxatga kiritilmaganmisiz? Oldin boshqa to'lov olganmisiz? Sababini bilsangiz, yechim ham topiladi. 6-chi ish, ariza yozishda aniq bo'ling. Arizada yordam kerak debgina yozmang. Masalan, oilamizda 5 nafar a'zo bor. Hozirda doimiy daromad bitta. Ijara to'lovi oyiga 1200 ming so'm, 2 nafar farzand maktabda o'qiydi. 1 nafar farzand davolanishga muhtoj. Shu sababli moddiy yordam ajratishingizni so'rayman deb yozish ancha to'g'ri. Raqamlar, faktlar va hujjatlar bo'lsa, murojaat jiddiy ko'riladi. 7-chi ish, og'zaki va'daga ishonib qolmang. Bo'ladi, kuting. Ro'yxatga kiritamiz, keyingi oy tushadi degan gaplarni eshitishingiz mumkin. Lekin siz har doim murojaat raqamini, ariza sanasini, kim qabul qilganini, qaysi tashkilot ko'rayotganini bilib oling. Elektron murojaat yuborsangiz, javob xatini saqlang. Qog'oz ariza topshirsangiz, nusxasiga kirim raqami qo'ydiring. Agar sizdan 1 million 500 ming so'm bo'yicha izoh so'rashsa, birinchi navbatda asabiylashmang. Men tavsiya qiladigan yo'l shunday. Avval yozma yoki rasmiy tushuntirish so'rang. Qaysi asos bo'yicha izoh so'ralyapti deb biling. Keyin hujjatlaringizni tartiblang. Agar xatolik siz tomonda bo'lmasa, masalan, bazada eski ish joyingiz chiqib qolgan, aslida ishdan bo'shagansiz, buni mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi yoki ish beruvchi ma'lumotnomasi bilan ko'rsating. Agar oilangiz daromadi noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, rasmiy daromad ma'lumotnomasini oling. Agar farzandlar soni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalarini taqdim eting. Agar siz boshqa manzilda ro'yxatda bo'lib, aslida boshqa joyda yashasangiz, ijara shartnomasi yoki mahalla ma'lumotnomasi yordam berishi mumkin. Eng muhimi, men bilmayman deb chetda turmang. Ma'lumotni siz himoya qilmasangiz, bazadagi xato o'z-o'zidan tuzalmaydi. Agar haqiqatan ham xato qilib pul olgan bo'lsangiz, masalan, sizga tegishli bo'lmagan to'lov tushganini bilsangiz, buni yashirishga urinmang.
bank va mas'ul tashkilotga murojaat qilib, holatni aniqlashtiring. Chunki bugun sezilmagan xato ertaga kattaroq muammoga aylanishi mumkin. Ayniqsa, boshqa odam nomidagi to'lov sizning kartangizga tushgan bo'lsa yoki bir xil yordam 2 marta kelgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Birinchi misol. Akmal ismli fuqaro mavsumiy qurilish ishlarida ishlaydi. Qishda daromadi kamayadi. Oilasida 4 nafar farzand bor, xotini ishlamaydi. U mahallaga murojaat qiladi va 1500 ming so'm yordam oladi. Keyin qo'shnisi bu pulni qaytarib olishar ekan deb qo'rqitadi. Akmal bank ko'chirmasini oladi. Mahalladan to'lov asosini aniqlaydi. Hammasi qonuniy ekanini biladi. Bu yerda Akmalning xatosi yo'q. Uning qilishi kerak bo'lgan ish faqat hujjatlarni saqlash. Ikkinchi misol, Dilnoza opa 2 farzandi bilan yashaydi. Ajrashgan, aliment muntazam kelmaydi. U ariza berganida tizimda sobiq turmush o'rtog'ining daromadi oilaga qo'shilib qolgan. Shu sababli avval rad etiladi. Keyin ajrim hujjati va aliment bo'yicha ma'lumotni taqdim etadi. Holat qayta ko'riladi va unga 1.500 ming so'm ajratiladi. Bu holatda syurpriz ijobiy, chunki oldingi xato to'g'rilangan. Uchinchi misol, bir fuqaro o'zini ishsiz deb ko'rsatadi. Lekin aslida rasmiy ish joyi bor va kartasiga har oy maosh tushib turadi. Dastlab ma'lumot kechikib ko'rinadi va unga 1.500 ming so'm beriladi. Keyin tekshiruvda daromad aniqlanadi. Bu holatda undan tushuntirish talab qilinishi mumkin. Agar yordam mezoniga mos kelmasa, pulni qaytarish masalasi ham ko'tarilishi ehtimoli bor. Shuning uchun ariza berganda har bir ma'lumotni to'g'ri ko'rsatish kerak. 4-misol. Katta yoshli ona farzandining kartasidan foydalanadi, chunki o'zida karta yo'q. Pul farzand kartasiga tushadi, keyin oilada kelishmovchilik chiqadi. Bu pul meniki edi. Yo'q, karta mening nomimda edi. Bunday noxush vaziyatlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar har bir fuqaro o'z nomiga karta ochsin. Bank kartasini ochish odatda qiyin emas. ID karta bilan bankka boriladi. Ariza to'ldiriladi, karta beriladi. Bu keyingi muammolarning oldini oladi. Yana bir muhim masala, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 1.500 ming so'm olganlarga yana pul chiqdi. Kartangiz raqamini yuboring. SMS kodini ayting degan xabarlar kelishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, karta PIN kodini, bank ilovasi parolini hech kimga bermang. Rasmiy tashkilot sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir pulni chiqarib beraman, 10%ni berasiz desa, bunday odamdan uzoq yuring. Yordam puli masalasi rasmiy yo'l bilan hal qilinadi, vositachi orqali emas. Men har bir tomoshabinga tavsiya qilaman. Alohida daftar yoki telefonda eslatma oching. U yerga ariza topshirgan sanangizni yozing. Qayerga topshirganingizni yozing. Kim qabul qilgan bo'lsa, ismini yozing. Murojaat raqami bo'lsa, saqlang. Pul tushgan sanani yozing. To'lov summasini yozing. Bank ko'chirmasini saqlang. Agar rad javobi bo'lsa, uning sababini yozib qo'ying. Bu oddiy ko'rinadi, lekin keyin juda katta yordam beradi. Chunki odamlar ko'pincha o'tgan oy borgandim. Kimdir qabul qilgandi, qog'oz bergandim. SMS kelgandi deb umumiy gapiradi. Rasmiy jarayonda esa sana raqam, hujjat, dalil kerak bo'ladi. Sizda dalil bo'lsa, gapirish oson. Sizda dalil bo'lmasa, haq bo'lsangiz ham isbotlash qiyinlashadi. Demak, 1.500 ming so'm olganlar uchun aytilayotgan syurprizni men shunday tushuntiraman. Bu ayrimlar uchun qo'shimcha imkoniyat, ayrimlar uchun esa hujjat va ma'lumotlarni tekshirib olish signali bo'lishi mumkin. Qonuniy olgan odam qo'rqmasin. Noto'g'ri ma'lumot bilan olgan odam esa vaziyatni cho'zmasdan hujjatlarni tartibga keltirsin. Pul tushgan bo'lsa, manbasini aniqlang. Pul tushmagan bo'lsa, sababini biling. Rad javobi bo'lsa, qaysi ma'lumot xato ekanini tekshiring. Hech qachon SMS, kod va karta parollarni begonalarga bermang. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni aytaman. Yordam puli masalasida hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Kimdir aytgan mish-mishga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, bank va kerak bo'lsa, rasmiy murojaat kanallari orqali aniqlashtiring. Siz 1.500 ming so'm olganmisiz yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz? Pul tushdimi? Rad javobi bo'ldimi? Qanday sabab aytishdi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin.